Tektonik jarayonlarning jadalligi vaqt o'tishi bilan ortib boradi. Bu haqiqatdan ham shunday va bu faqat qo'shimcha energiya oqimi hisobiga bo'lishi mumkin. Biz hozir ikki davrning chorrahasida turgan bo'lishimiz ehtimoldan xoli emas. Golotsen tugab, yangi davr boshlanyapti. Inson falokatga duch kelganda, xalq iborasi bilan aytganda, o'sha lahzada tekislikda chizilgan egri chiziqlar bilan ishi bo'lmaydi. Falokatga moslashib bo'lmaydi. Falokatni faqat oldini olish mumkin. Olimlar Sibir ham butun insoniyatni to'proqqa ko'mib yuborishi mumkinligi haqida bong urishyapti. Assalomu alaykum. Bugun bizning mehmonimiz Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasi Geologiya seysmik barqaror qurilish va Seysmologiya instituti bosh ilmiy xodimi, Geologiya mineralogiya fanlari doktori, Paleontologiya va stratigrafiya laboratoriya mudiri Aspanova Narima Kajenova. Assalomu alaykum, Narima Kajenova. Assalomu alaykum. Paleontologiya deganda ko'z oldimizda bolaligimizda kitoblarda ko'rgan dinozavrlar qoldiqlari gavdalanadi. Aytingchi, umuman paleontologiya nima bilan shug'ullanadi? Bu qanday fan o'zi? Balki dinozavrlardan boshqa yana nimalar bilandir shug'ullanar? Ha, nimagadir hamma dinozavrlarni eslaydi. Darrov odam o'z e'tiborini tortadigan shunday yirik echkemorlarni. Paleontologiya so'zining tarjimasi quyidagicha: paleos qadimgi, onto mavjudot, logos ta'limot yoki fan. Paleontologiya bu qadimgi mavjudotlar haqidagi fan. U faqat mezozoyda yashagan dinozavrlarni emas, balki Yerning butun organik dunyosini o'rganadi. Yerning mavjudlik tarixi deganda Yerning emas, balki organik dunyoning evolyutsiyasi nazarda tutiladi. Hayot sayyoramizda 3,5 yoki 3,8 milliard yil oldin vujudga kelgan. Ya'ni bu davr mobaynida nafaqat dinozavrlar yashagan. Shuning uchun bu fanning ko'p bo'limlari bor. Paleontologiya hamma narsani o'rganadi. Xo'sh, shaxsan men marjonlarni o'rganaman, masalan, qadimgilarini. Paleontologiya har qanday fauna, flora, bakteriya va zamburug' guruhlarini o'rganadi, ya'ni barcha o'tmishda uchraydigan shoxliklarni. Yerning tarixi kriptozoy va fanerozoy deb nomlanadigan ikki katta ionga bo'linadi. Kriptozoy yashirin hayot davri, fanerozoy oshkora hayot davridir. Ya'ni bu oraliq skelet quruvchi organizmlar paydo bo'lgan Kembriydan boshlanadi. Gap shundaki, ilgari Kembriygacha bo'lgan davrning organik dunyosi yaxshi o'rganilmagan edi. Lekin oxirgi 10 yilliklarda u jadal o'rganilyapti. Kembriygacha bo'lgan davr paleontologiyasi degan bo'lim paydo bo'ldi. Uni yana bakterial paleontologiya deb atashadi. Shunday qilib, paleontologiya bu sayyorada mavjud bo'lgan butun organik dunyoni qamrab oladi. Ya'ni Kembriygacha bo'lgan davr. Bu har xil bakteriyalar, umurtqasizlar. Hammasi to'g'ri. Paydo bo'lgan vaqtidan to bugungi kungacha. Narima Kajenova, bugungi kunda Yerning organik dunyosi iqlim o'zgarishi tufayli yangi ommaviy qirilish arafasida ekanligi haqida gaplar tez-tez tilga olinyapti. Aytingchi, bu haqda paleontologlar nima deydi? O'tmishdan qanday saboq olishimiz mumkin? Qirilib ketish ro'y berayotgani kunday ravshan. Qirilish yuz beryapti. Lekin uni ommaviy deb hisoblash kerakmi degan savol tug'iladi. Hozir olimlar bu mavzuda bahslashyapti. Paleontologik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, adabiyotlarda tilga olingan barcha qirilishlarni olimlar 3 guruhga bo'lishadi. Qirilish hodisalari, ommaviy qirilish fantomlar va haqiqiy ommaviy qirilishlar. Qirilish hodisalari alohida guruhlarning qirilib ketishini bildiradi. Masalan, bir turning qirilib ketishi, uning yo'qolishi global xilma-xillikka, ya'ni xilma-xillikning o'zgarishiga ta'sir qilmaydi. Ommaviy qirilish fantomlar bu geologik kesimlarda kuzatish mumkin bo'lmagan va bu hodisalar vaqt bo'yicha cho'zilganligi sababli aniq stratigrafik intervalni keltirish mumkin bo'lmagan hodisalardir. Va nihoyat haqiqiy ommaviy qirilish. Bu geologik jihatdan qisqa vaqt ichida biotik inqiroz jarayonida sodir bo'ladigan va global xilma-xillikni sezilarli darajada kamaytiradigan qirilishdir. Bunday qirilishlar aynan shunday yirik haqiqiy qirilishlar 8 ta bo'lib, ular
Ardavik bilan Silur, Fran bilan Fomin, Serpuxov bilan Bashkir, Perm bilan Trias, Trias bilan Yura, Sinomon bilan Turon va Mel bilan Paleogen o'rtasida yuz bergan. Asosiy 8 ta qirilishlar shular. Bu paleontologiya sohasiga tegishli ma'lumotlar. Ammo gap shundaki, aytaylik, qirilish qay darajada ommaviy ekanligini hal qilish menimcha hozirgi paytda mumkin emas. Chunki haqiqatdan ham ko'plab turlar yer yuzidan yo'q bo'lib ketgan, shu jumladan insonning aybi bilan. Bu qirilish ommaviy qirilishmi? Buni aytish qiyin, chunki yerning organik dunyosi umuman kam o'rganilgan. Aytaylik, hatto oyning orqa tomoni ham okean organik dunyosiga qaraganda yaxshiroq o'rganilgan deb hisoblanadi. Ba'zilarning ta'kidlashicha, okean 9%, ga, quruqlik esa 14% ga o'rganilgan. Boshqalar esa bu ko'rsatkich umuman olganda atigi 4-5% ni tashkil etadi deb hisoblashadi. Shunday ekan, agar biz o'zimizning organik dunyomizni to'liq bilmasak, qirilib ketish ko'lami haqida qanday fikr yuritishimiz mumkin? Iqlimga kelsak, iqlim o'zgarishi jarayonida albatta sodir bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi vaqtga kelsak, bu haqda faqat vaqt o'tishi bilan bizda yetarli statistik ma'lumotlar to'plangandagina fikr yuritish mumkin bo'ladi. Siz mehnatdagi xizmatlaringiz uchun Tojikiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan 2014-yilda mukofot, xizmati shoista, xizmat ko'rsatgan mehnatkash medali bilan taqdirlangansiz. Aytingchi, bu siz uchun nimani anglatadi? Mehnatingizga e'tibor ifodasi sifatida shunday mukofot bilan taqdirlanganingizda o'zingizni qanday his qildingiz? Ha, men bu medal bilan taqdirlangandim. Bu voqea Novosibirskda doktorlik dissertatsiyamni yoqlaganimdan keyin ro'y berdi. Albatta, mehnating ozmi ko'pmi baholangani yoqimli. Shaxsan menga bu mukofotni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning o'zi topshirgani yanada yoqimli bo'ldi. Qolaversa, meni hayratga solgan narsa, bu zal 160 kishini sig'dira olardi. Mana hisoblab ko'ring. Agar bir kishiga 1 daqiqa vaqt ketganida ham, shuncha vaqt tik turib, shaxsan o'zi mukofotlar topshirgan, ko'ksiga qistirgan, qo'l berib ko'rishgan, gullar sovg'a qilgan. Men uning mana shunday bardoshiga, odamlarga bo'lgan e'tiboriga qoyil qoldim. Bugungi kunda geologlarning asosiy nazariyasi bilishimcha tektonik plitalar nazariyasidir. Yerda sodir bo'ladigan mutlaqo barcha jarayonlar ushbu nazariya bilan izohlanadi. Ya'ni, masalan, magmada u qayerdadir zichlashgan bo'lsa, olimlar uni plita bosib turgani bilan izohlashadi yoki plita o'sha magma ichiga tushib ketgan deyshadi. Yo'q, plitalar tektonikasi bunga bog'liq emas. Plitalar tektonikasi ularning ko'chishi bilan bog'liq. Ular bir joyda turmaydi, ko'chib yuradi. Va u subduksiya bilan bog'liq. Okean tubi kengayotgani kuzatildi. Shunday qilib, plitalar tektonikasi tarafdorlari yerning diametri sayyora paydo bo'lganidan beri taxminan bir xil bo'lib qolgan deb hisoblashni taklif qilishdi. Uzoq vaqt davomida aynan shunday hisoblangan. Aslida esa yer kengayib boryapti. Diametrni doimiy deb hisobga olgan holda, ular kengayishni qoplash uchun qandaydir mexanizmni o'ylab topishlari kerak edi. Ular subduksiyani o'ylab topdilar. Shunday qilib, plitalar tektonikasi tarafdorlari subduksiya g'oyasini, okean plitasi go'yo qit'a plitasi ostiga cho'kib ketadi degan nazariyani o'ylab topdilar. Ammo har qanday nazariya, faraz hamisha o'z tarafdorlari va muxoliflariga ega bo'ladi. Hatto o'sha paytlarda ham. Plitalar tektonikasi 19-asr oxirida o'z asarlarini yozgan Fisher va 1912-yilda o'z nazariyasini asoslagan Wegenerning ishlaridan kelib chiqdi. U Lepishon asarlarida rivojlantirildi. O'sha paytlarda ham raqiblar bor edi. Masalan, Hizinning ta'kidlashicha,
Agar biz yerning kengayishi g'oyasini qabul qilsak, unda subduksiya g'oyasi umuman kerak emas. Hozirda ko'plab olimlar yengilroq okean plitasi og'irroq qit'a plitasi ostiga cho'kishini, masalan, Arximed qonuniga zid deyishadi. Bundan tashqari, agar bu nazariya tarafdorlari tasvirlaganidek, plita silliq harakatlanib, sinmasdan yoki uvalanmasdan yadroga yetib borsa, unda u haqiqatdan ham yuzaga ko'tarilayotgan issiqlikni to'sib qo'yishi kerak edi. Ammo subduksiya aynan seysmofokal zonalar, seysmik energiyaning 80% ajralib chiqadigan hududlar bilan bog'liq. Razgruzka asosan shu yerda bo'ladi. Olovli halqa. Ba'zi tadqiqotchilar hatto 90% endogen energiya ajralib chiqadi deb hisoblashadi. Boshqacha aytganda, agar bu plita haqiqatdan ham subduksiyalangan bo'lsa, u pastdan yuqoriga issiqlik oqimini to'sib qo'yishi kerak edi. Ushbu nazariyaga qarshi ko'plab e'tirozlar mavjud. Lekin shunaqa sho'ng'ib ketishi mumkinmi? Bilishimcha, magma yer qobig'idan ham tezroq aylanadi. Buni ham hisobga olganda. Biz magma haqida emas, okean va kontinental zich plitalar haqida gapiryapmiz. Gap o'z zichligiga ega bo'lgan plitalar haqida ketyapti. Demak, bir plita boshqasining tagiga sho'ng'iydi degan fikr bahsli. Shunchaki geologik dalillar buni tasdiqlamayapti. Qachonki gipoteza turli faktlarni tushuntirsa va bir-biri bilan bog'lasa, shuningdek prognoz qilish qobiliyatiga ega bo'lsa va biror narsani oldindan aytib bera olsa, nazariyaga aylanadi. Lekin geologik faktlar bu nazariyaga to'g'ri kelmayapti. Yuqorida aytganimdek, agar spreading, ya'ni okean tubining yoyilishi mavjud bo'lsa, yerning diametri qanday qilib o'zgarmas qolishi mumkinligini tushuntirish uchun subduksiyani o'ylab topishgan. Go'yoki okean qobig'i kontinental qobiq ostiga sho'ng'iydi ekan. Bu mexanizm yer diametri doimiy bo'lib qolishini tushuntirish uchun o'ylab topilgan. Aslida esa U kengayadi. yer kengayyapti va bu nafaqat ko'pchilik olimlar tomonidan tan olinyapti, balki kosmik geodezik o'lchovlar yordamida ham tasdiqlanyapti. Shuning uchun bu narsa subduksiya va plitalar tektonikasi gipotezasi asossiz ekanligini ko'rsatadi. Yana bir savol. Bilishimcha, aynan subduksiya zonalarida ko'plab chuqur fokusli zilzilalar sodir bo'ladi. Ya'ni, ular katta chuqurlikda sodir bo'ladi. Nima uchun bu zonalarda ular boshqa zonalarga nisbatan ko'proq uchraydi? Bu qanday seysmofokal zonalar? Ularni subduksiya zonalariga bog'lashgan. Aslida esa seysmofokal zonalar nima? Bular qit'alar va okeanlar tutashgan zonalardir. Tabiiyki, bunday hududlar konstruktiv jihatdan zaif bo'ladi. Aynan shu zonalarda yerning ichki energiyasi ajralib chiqadi. Seysmofokal zonalar orqali 80% ga yaqin seysmik energiya ajraladi. Chunki ular turli tektonik plitalar orasidagi tutashuvlar, to'g'rimi? Masalan, materik va okean plitalari o'z xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Ular tarkibi, yoshi, qalinligi va zichligi bilan farq qiladi. Shunday qilib, bunday plitalar orasidagi chegarada tabiiyki zaiflashgan zonalar bo'ladi. Aynan shu joylarda maksimal issiqlik ajralib chiqadi. Xuddi shunday rift zonalarida ham yuqori issiqlik oqimi kuzatiladi. Bugungi kunda biz yerning yadrosi nimadan iboratligini ozmi ko'pmi bilamiz. Aytishlaricha, bu nikel va temir eritmasi ekan. Ammo olimlar buni qanday aniqlashdi? Zilzila sodir bo'lganda uning to'lqini butun yer yuzi bo'ylab tarqaladi. Bu to'lqinlar qanchalik tez tarqalishini tahlil qilib, olimlar yadro, magma tarkibi haqida xulosa chiqarishlari mumkin. Ular yadroning zichligi va shunga ko'ra tarkibi haqida xulosa qilishadi. Yerning yadrosi temir va nikeldan iborat degan ko'p yillik qarash nimaga asoslangan?
Hech kim albatta uning nimadan tashkil topganini bilish uchun yadroga sho'ng'ib ko'rmagan. Hammasi bilvosita dalillarga asoslangan. Ulardan biri yerga meteoritlar tushishidir. Tasniflash mavjud. Masalan, temir nikelli, uglerodli xondritlar, tosh temirli va toshli meteoritlar va meteoritlarning turlariga asoslanib yadro zich bo'lishi kerak deb taxmin qilish mumkin. Shuning uchun temir va nikel yadroning ehtimoliy tarkibiy qismlari sifatida taklif qilingan. Lekin o'sha xulosa faqat meteorit topilmalariga asoslangan. Ammo yadro temirdan, mansiy silikatdan tashkil topgan degan fikr hech qachon isbotlanmagan. Hozir esa yangi ma'lumotlar juda ko'p. Masalan, bizning yadro temirdan iborat bo'lishi uchun dastlab temirning miqdori 12% emas, balki 30% bo'lishi kerak edi. Shu bilan birga olimlar quyosh tizimining shakllanishida elementlarning taqsimlanishi ko'pchilik o'ylaganidek atom og'irligi bo'yicha emas, balki magnit separatsiyasi bo'yicha sodir bo'lganligini ko'rsatadigan ma'lumotlarga ega. Boshqacha aytganda, bu atomning ion potensiali bo'yicha sodir bo'ladi. Atom og'irligiga asoslangan oldingi fikr ko'p narsalarni tushuntira olmaydi. Masalan, og'ir elementlar ba'zan yengil elementlar bilan yonma-yon uchrashini. Atom og'irligiga ko'ra bunday bo'lmasligi kerak. Ammo magnit separatsiyasi buni juda yaxshi tushuntiradi. Boshqacha aytganda, bu ion potensiali. Ion potensiali atom orbitasidagi eng chetki elektron bilan belgilanadi. Atom og'irligi juda farq qiladigan elementlar bir xil ion potensialiga ega bo'lishi mumkin. Demak, og'ir va yengil elementlarning birga joylashishini oldingi nazariya bilan tushuntirib bo'lmaydi. Magnit separatsiyasi esa quyosh tizimidagi elementlarning barcha taqsimlanish xususiyatlarini juda yaxshi tushuntiradi. Masalan, agar atom og'irligi bo'yicha olsak, asteroidlar qamari quyoshdan uzoqroqda joylashgan. Garchi nazariy jihatdan og'irroq elementlar quyoshga yaqinroq bo'lishi kerak bo'lsa ham. Aslida asteroidlar qamari quyoshdan yerga qaraganda taxminan 3 baravar uzoqroq. Shunga qaramay, uning tarkibida oltin ko'p. Oltin esa og'ir element. Shunday qilib, agar biz hamma narsani faqat atom og'irligiga asoslanib tushuntirishga harakat qilsak, ko'plab hodisalarni umuman tushuntirib bo'lmaydi. Magnit separatsiyasi esa bularning barchasini juda yaxshi tushuntiradi. Eng muhimi, u Yer va boshqa sayyoralarning dastlabki tarkibini tushuntiradi. Aynan dastlabki tarkib sayyoraning keyingi evolyutsiyasini belgilaydi. Demak, yadro temir degan fikr yagona nazariya emas. Boshqa nazariyalar ham bor, ular anchagina. Ichki yadro neytron yulduziga o'xshash tarkib va zichlikka ega bo'lishi mumkin degan taxminni ham eshitganman. Siz bunga qanday qaraysiz? Ha, shunday nuqtai nazar bor. Astrofizik Belozerov neytron yulduzlarning rivojlanish ssenariysi bo'yicha o'z nazariyasini taklif qildi. Uning fikricha, Yerning yadrosi neytron giperon bulyonining bir tomchisi bo'lishi mumkin. Boshqacha aytganda, bu neytron yulduzining rivojlanish bosqichlaridan biri. Bu tomchining o'lchami dastlab 250 metrdan 500 metrgacha bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan u 40 mingdan 80 ming martagacha kengaygan emish. Tabiiyki, dekompressiya, diametrning kattalashishi va sovish sodir bo'ladi. Chunki harorat dastlab yuqori edi, ammo keyinchalik pasayib ketdi. Uning ta'kidlashicha, sayyoramiz va boshqa ko'plab sayyoralar shu tarzda shakllangan va bizning yadro neytron giperon bulyonining bir tomchisi ekan. Albatta, har qanday ssenariyni taklif qilish mumkin, lekin u geologik dalillarga mos kelishi kerak. Uning ta'kidlashicha, sovish zaifroq hududlarda sodir bo'lgan. Masalan, yoriqlar paydo bo'lib, magma yer yuzasiga otilib chiqqan. Kuchliroq joylarda esa uning yozishicha, bo'rtish yuz berib, tog'lar paydo bo'lgan. Lekin tog'lar sovigan yer po'stining bo'rtishi natijasida paydo bo'lgan deyish geolog nuqtai nazaridan hech narsa demaslikdir. Tushunyapsizmi? U bo'rtishning haqiqiy mexanizmini tushuntirmayapti.
Bundan tashqari, bu nazariyaning qo'shimcha zaif tomonlari ham mavjud. Aytaylik, birinchidan, magnit separatsiyasi sayyoraning yuqori haroratda kelib chiqishini istisno qiladi. Ikkinchidan, Yerning shakli mutlaqo sharsimon deb faraz qilinganda, uning diametri kattalashar ekan. Lekin siz yaxshi bilasizki, Yer mukammal shar emas. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Yerimiz kardioid ellipsoid shakliga ega. Bu ikkinchi ziddiyat. Shuningdek, agar biz bunday ssenariyni qabul qilsak, unda u yozganidek sovish sodir bo'ladi va bu sovish bilan kengayish natijasida esa dekompressiya paydo bo'ladi. Ammo geologik dalillar Yerning kengayishi u shakllanganidan 2 milliard yil o'tgach boshlanganligini ko'rsatyapti. Demak, geologik faktlar uning ma'lumotlariga zid bo'lib chiqyapti. Kengayish darhol boshlanmagan. Bizning sayyoramiz albatta o'zining dastlabki bosqichlarida juda kichik edi. Ba'zi tadqiqotchilar taxminan 5 baravar, Blinov 8 baravar, Laren 5 baravar kichikroq deb hisoblaydi. Ha, bu mohiyatan to'g'ri. Masalan, toshga aylangan organik qoldiqlarni o'rganish orqali qadimgi davrda bir yil qancha davom etganini taxmin qilish mumkin. Paleozoy erasida Rugosa marjonlari deb ataladigan marjonlar mavjud bo'lgan. Ularning o'sish qonuniyatlariga qarab, Devon va Karbon davrlarida yil uzunligini hisoblab chiqishgan. O'sha paytda bir yil taxminan 390 dan 400 kungacha iborat bo'lgan. Bugun esa bir yil 365 kunga teng. Bu sayyoraning kengayib borayotganidan, uning aylanishi sekinlashayotganidan dalolat beradi. Natijada bir yilda sutkalar soni kamayib, ularning uzunligi ortib boryapti. Shuningdek, stromatolitlarga asoslanib, Kembriygacha bo'lgan davrda kun atigi 7 soat davom etgan bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor. Tabiiyki, Yer ko'proq aylangan. Shuning uchun bir yildagi kunlar soni ancha ko'p edi. Demak, Yer Quyosh atrofida uzoqroq aylanib, o'z o'qi atrofida tezroq aylangan ekanda. Bu yerda men Quyosh atrofida emas, aynan o'z o'qi atrofida aylanishini nazarda tutyapman. Bundan tashqari, uning neutron yulduzlar paydo bo'lishi nazariyasiga ko'ra, sovish va kengayish cheksiz davom etishi mumkin emas. Qaysidir nuqtada kengayish sekinlashishi va oxir-oqibat to'xtashi kerak ekan. Ammo geologik ma'lumotlar buning aksini ko'rsatyapti. Birinchidan, aytib o'tganimdek, kengayish sayyora paydo bo'lganidan taxminan 2 milliard yil o'tgach boshlangan. Ikkinchidan, jarayon aslida yanada tezlashyapti. Yer qobig'ining jadal rivojlanishi to'g'risida aytaylik, Blinov keltirgan ma'lumotlar bor. U ko'rsatgan egri chiziq eksponensial qonuniyatga bo'ysunadi. U asta-sekin boshlanadi, keyin keskin ko'tarila boshlaydi. Bu rivojlanishning tezlashayotganidan dalolat beradi. Xuddi shunday, vaqt o'tishi bilan tektonik harakatlar jadalligi ortib boradi. Haqiqatda ham shunday. Buni esa faqat qo'shimcha energiya oqimi bilan izohlash mumkin. Demak, Yerning sovishi va qo'shimcha energiyaning kirib kelishi borasida ehtimol yadro hali ham sovimaganligining sababi shundaki, zamonaviy ilm-fan buni yadroviy parchalanish deb hisoblaydi. Shuning uchun yadro hali ham Yadroviy parchalanish endogen issiqlik hosil bo'lishiga hissa qo'shgan. Ammo u hech qachon dominant omil bo'lmagan. O'tmishda u radioaktiv elementlarning ko'pligi tufayli biroz kattaroq rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Hozir ularning aksariyati allaqachon reaksiya qilib bo'lgan deb hisoblanadi. Bu umumiy tushuncha. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda issiqlikning 10% dan ortig'i radioaktiv parchalanish natijasida hosil bo'ladi. Shunday qilib, u hech qachon Yerning isishida hal qiluvchi rol o'ynamagan. U qandaydir hissa qo'shgan, lekin hech qachon asosiy rol o'ynamagan. qolgan 90%chi. Bu yerda esa har xil qarashlar bor. Ba'zilar buni gravitatsion differensiatsiya bilan bog'lashadi. Saruxtin va uning hammualliflari fikriga ko'ra, bu kimyoviy va zichlik differensiatsiyasi bilan bog'liq. Laren masalan, vodorod degazatsiyasi sodir bo'lib, Yerning kengayishiga olib keladi deb ta'kidlaydi.
va buni energiyaning asosiy manbai deb hisoblaydi. Ammo har bir nuqtai nazarning ba'zi jozibali jihatlarini ham, e'tirozga loyiq jihatlarini ham topish mumkin. Masalan, Larin vodorod degazatsiyasini o'z nazariyasining markaziga qo'yadi. Uning nazariyasi Yerning dastlabki tarkibi metall gidridlaridan iborat bo'lgan. Hozir ham yadro metall gidridlaridan iborat degan taxmindan kelib chiqadi. Mana sizga boshqa nuqtai nazar. Yadro temir nikel emas, balki gidrid. Gidridlarning parchalanishi boshlanishi uchun ma'lum bir harorat chegarasiga erishish kerak. Gidridlar uchun termik parchalanishning ma'lum bir chegarasi mavjud va faqat shu chegaradan o'tgandagina vodorod ajralib chiqa boshlaydi. Shundagina degazatsiya boshlanishi mumkin. Ma'lum isitish bo'lsa, to'g'rimi? Ha, buning uchun ma'lum darajada isitish kerak. Gidridlarga vodorod birikmalariga nisbatan bosim va harorat o'zini aksincha tutadi. Haroratning oshishi degazatsiyaga yordam beradi. Bosimning oshishi esa aksincha vodorodni u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar yer qa'rida ushlab qoladi. Shunday qilib, degazatsiya boshlanishi uchun yadroni ma'lum bir haroratgacha qizdirish kerak. Agar shunday bo'lsa, unda qizdirishni birlamchi jarayon deb hisoblash kerak. Degazatsiyani esa ikkilamchi. U gidridlarning parchalanish haroratiga erishilgandan keyingina sodir bo'ladi. Degazatsiya paytida bosim oshib, vodorodni yana ichkariga qamab qo'ymaydimi? Agar degazatsiya sodir bo'lsa, vodorod shunchaki yuqoriga ko'tariladi. Yerni tark etadigan asosiy gaz vodoroddir. U eng uchuvchan bo'lib, koinotga oson chiqib ketadi. Masalan, karbonat angidrid va metan ancha kam uchuvchan. Lekin vodorod nihoyatda uchuvchan va oson degazatsiyalanadi. Yadro qalinligi bo'ylab qancha vaqt harakatlana olishini, 1000 yilda qancha masofa o'tishini eslay olmayman, lekin umuman olganda bu juda tez. Umuman olganda, geologiyada siz uchun eng qiziqarli va qiyin bo'lgan narsa nima? Geologiyaning hammasi qiziq. Geologiya 120 ga yaqin turli xil sohalardan iborat. Shunday ekan, bu yerda hamma narsa qiziq. Qiyin tomonimi? Har bir yo'nalish o'ziga yarasha murakkab. Shaxsan men uchun hammasi qiziq. Modda ham, biologik tarkibi ham, hamma narsa. Balki eng qiziqarli yo'nalish bordir. Men o'z tanlovimni qilib bo'lganman. Men paleontologman. Hozirda NASA olimlari sayyoraning juda tez qizib ketayotganidan xavotirda. Agar biz barcha ma'lum omillarni, quyoshning ta'siri, issiqxona gazlari, teskari aloqalar va boshqalarni hisobga olsak ham nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. NASA kosmik tadqiqotlari instituti direktori Kevin Schmidt Yerning isishiga ta'sir qiluvchi qandaydir X omil bo'lishi kerakligini, ammo olimlar haligacha uning nima ekanligini aniqlay olmayotganini aytdi. Sizningcha, bu X omil nima bo'lishi mumkin? Darhaqiqat, yer sohasida sodir bo'ladigan barcha jarayonlar, masalan, balkim yerning geometrik markazi va haqiqiy og'irlik markazi bir-biriga to'g'ri kelmasligi sababli atrofdagi galaktik jismlarning tortishish kuchi ta'sirida bu sferalarning, yer qobiqlarining o'zaro ta'siri sodir bo'ladi deb hisoblaydi. Va u bu energiya yerda sodir bo'ladigan barcha jarayonlarni, masalan, tektonik jarayonlar, qutblarning siljishi va hokazolarni tushuntirish uchun yetarli deb hisoblaydi. Buni to'g'ri deb faraz qilaylik. Biroq biz vaqt o'tishi bilan tektonik jarayonlarning, hozir esa iqlimiy jarayonlarning ham jadalligi ortib borayotganini kuzatyapmiz. Vaholanki uning yondashuvi energiya o'zgarmas bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Ba'zi jarayonlarni shunday tushuntirish mumkin, ha. Lekin gap shundaki, bugungi kunda endogen energiya o'sib boryapti. Masalan, men prognozlarim Allatranikiga qaraganda pessimistroq ekanini aytib o'tdim. Chunki Allatra olimlari yadroning qizishi inqirozlar davrlarida sodir bo'ladi deb hisoblashadi. Ko'plab ma'lumotlar tahliliga asoslanib, men yadro isishi uzoq muddatli xususiyatga ega deb hisoblayman. Lekin gap shundaki, tizimga kirgan energiya odatda issiqlikka aylanadi.
Yerga nisbatan bu nafaqat issiqlik, balki geodinamika ham. Ya'ni energiyaning bir qismi issiqlikka aylanadi, bir qismi geodinamik jarayonlarni harakatga keltiradi. Demak, tabiiyki, vaqt o'tishi bilan tektonik jarayonlar intensivligining oshayotganiga qarasak, men esa buni aniq kuzatishim mumkin. Blinov ham yer qobig'ining rivojlanishida tezlanish mavjud deb hisoblaydi. Unda qo'shimcha energiya manbai bo'lishi kerak. Quyosh tizimi galaktika markazi atrofida aylangani uchun bu yerda davriylik rol o'ynashi ehtimoldan xoli emas. Bir galaktik yil taxminan 200-250 million yilni tashkil qiladi. Ammo quyosh tizimi kichik siklni ham boshdan kechiradi. Olimlar yozishicha, u taxminan 24-26 ming yilga teng. Spiralsimon harakat, to'g'rimi? Spiral ko'rinishida bo'ladi. Bu davrlarda Yerga galaktik zarba to'lqinlari ta'sir qiladi yoki katta energiya oqimi keladi deb hisoblanadi. Bu sikllar har 12-24 ming yilda yoki turli manbalarga ko'ra 13-26 ming yilda sodir bo'ladi. Masalan, men ba'zi maqolalarimda davriylik Yerning butun mavjudligi davomida ishlanganini ko'rsatadigan hisob-kitoblarni keltiraman. Xo'sh, geologik vaqt shkalasida 12 ming yil nima? Bir lahza. Bu bir lahza, to'g'ri. Agar Yer mavjudligining butun davomiyligini olib, uni bir yer sutkasi, ya'ni 24 soatga tenglashtirsak, mana umumiy davomiylik 4,8 milliard yilni tashkil qiladi. Agar bu davriylik, aytaylik, butun vaqt davomida amal qilgan bo'lsa, u holda bu 12 ming yillik sikllar shartli 24 soatlik yer kuni davomida har 0,216 soniyada sodir bo'lar ekan. Soniyaning 1000-216-qismi, boshqacha aytganda, deyarli har doim. Kimdir rivojlanishning tezlashishi uchun, aytaylik, yer qobig'ining rivojlanishining akseleratsiyasi uchun tobora ko'proq energiya kerak deb o'ylashi mumkin. Aslo unday emas. Buning uchun energiya, ta'bir joiz bo'lsa, intensivligi bo'yicha uncha farq qilmaydigan ma'lum dozalarda yetib kelishi kifoya. Biroq bu yerda uning muntazamligi va davomiyligi ko'proq ahamiyatga ega. Masalan, qozonni plita ustiga qo'ysangiz, siz isitish spirali yoki olov haroratini oshirmaysiz. Spiral yoki olovning harorati doimiy bo'lib qolaveradi. Shunday bo'lsa-da, ertami-kechmi suv qaynaydi. Agar siz bu jarayonning egri chizig'ini chizsangiz, u yer rivojlanishining akseleratsiyasi shakliga o'xshab ketadi. U sekin boshlanadi va keyin ma'lum bir nuqtada eksponensial egri chiziq shaklini oladi. Fizikada oddiy qoida bor. Jismga o'zgarmas kuch ta'sir qilganda harakat tekis tezlanuvchan bo'ladi. Bu qozonni isitish bilan bir xil. Doimiy kuch ta'sirida tizim tekis tezlanishga ega bo'ladi. Oxir-oqibat eksponensial natijaga ega bo'lamiz. Xo'sh, tezlanish saqlanadi, tezlik esa oshadi. U tezlashadi, harakatlanayotgan jism tezlashadi. Xuddi shu tamoyil har qanday jarayon uchun ham amal qiladi. Agar biz davriylikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, nima uchun men davriylik bu rolga nomzod bo'lishi mumkinligini aytyapman? Chunki u uzoq vaqt davomida bo'lsa-da, bir maromda ishlab, o'z hissasini qo'shib keldi. Lekin bu o'rinda yana bir bor ta'kidlab o'tishim kerak. Aynan davomiylik va muntazamlik muhim ahamiyatga ega. Faqat shunday sharoitdagina Yerdagi barcha jarayonlar tezlanish bilan rivojlanadi. Bu rivojlanishning tezlanishiga taalluqli. Boshqacha aytganda, oddiy fizik qonunlar bilan buni tushuntirish mumkin. Tizim ichidagi energiya ko'payishi uchun kiruvchi energiya miqdori uzluksiz tobora ko'proq o'sib borishi shart emas. Aslo.
Yuqorida aytib o'tganimdek, energiya doimiy bo'lishi kerak, lekin uning muntazamligi va davomiyligi muhim ahamiyatga ega. Bu barcha jarayonlar sikllar hisobiga vaqt o'tishi bilan eksponensial xarakterga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Dastlabki yer o'lchamlari kichikroq bo'lgan va u sovuq bo'lgan. Biroq o'sha paytda quyosh kichikroq bo'lgani va u kamroq yorug'lik chiqargani ham bor gap. Yerga kamroq issiqlik yetib kelgan. Shuning uchun dastlab bu sikllar yerning isishida hal qiluvchi rol o'ynamagan. Chunki yer sovuq edi. Bu qozonni olovga qo'yishga o'xshaydi. Avval tagi qiziydi, keyin yonlari, keyin ichidagi suyuqlik va faqat ma'lum bir nuqtada u qaynay boshlaydi. Shunga o'xshab, sayyora tanasida endogen energiya asta-sekin o'sib boradi. Dastlab yer sovuq bo'lganligi sababli sikllar energiyasi hozirgidek bir necha milliard yil o'tgach muhim rol o'ynamagan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda esa to'rtlamchi davr solnomalari har 12-13 ming yilda bunday global hodisalar sodir bo'lishini aniq ko'rsatyapti. Jarayonlar faollashishi. Ha, global o'zgarishlar. Shu jumladan iqlimiy, ba'zi turlarning qirilishlari va hokazo. Maqolalaringiz birida shunday yozgansiz. Yerning geologik evolyutsiyasini bilmasdan va kosmik omillarning ta'sirini hisobga olmasdan turib, iqlim o'zgarishining sabablari haqidagi munozaralar asossizdir. Bu bilan nima demoqchisiz? Iltimos, koinot yer ostidagi jarayonlarga, yer ostidagi jarayonlar esa iqlimga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntirib bering. Iqlim haqida gap ketganda, albatta, bizga birinchi navbatda quyosh ta'sir ko'rsatadi. Sir emaski, yer quyosh atrofida elliptik orbita bo'ylab harakatlanadi va ma'lum bir o'q qiyaligiga ega. Bu esa fasllarning almashinuvini belgilaydi, to'g'rimi? Quyosh va u bilan aloqamiz iqlimni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ammo hamma narsa sayyoramizga ta'sir qiladi. Yaqin sayyoralar, uzoq sayyoralar, masalan, nafaqat Quyoshning, Yupiterning ham katta ta'siri bor. Oy va Quyoshning gravitatsion ta'siri natijasida yuzaga keladigan qalqish harakatlariga kelsak, ilmiy hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, ular yer energiyasining atigi 1% ga yaqinini tashkil qiladi. Ya'ni ularning iqlim va geodinamikaga ta'siri juda kam. Iqlimga avvalambor Quyosh ta'sir qiladi, albatta. O'ylaymanki, koinotda sodir bo'layotgan barcha hodisalar sayyoramizga ta'sir qiladi. Chunki biz yerda yashasak-da, aslida koinotda yashaymiz. Koinotdagi hamma narsa sayyoramizga ta'sir qiladi. Har qanday kosmik hodisa ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, o'ta yangi yulduzlarning portlashi bo'lsin, hatto ba'zi yirik qirilish hodisalari shunday kosmik hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan farazlar ham mavjud. Ya'ni, koinotda umuman ulkan energiyalar, bizda esa umuman olganda hayot unchalik keng ko'lamli emas. Ozgina ta'sir qilsa ham, buni o'zimizda sezilarli darajada his qilamiz. Mana masalan, litsiyum 2004-yilda magnitarning kuchli portlashi natijasida sodir bo'lgan Sumatra zilzilasini keltiradi. Keyinchalik yuzaga kelgan tsunami to'lqini 300 ming kishini hayotdan olib ketdi. Yulduzning portlashi Sumatradagi zilzilani keltirib chiqardimi? Ha, magnitar portlashi. Bu olimlar asboblar yordamida qayd etgan eng kuchli portlash edi. Bu eng kuchlisi edi. Mana marhamat, sizga bir martalik ta'sir. Biz davriylik ta'siri haqida gapirdik, lekin bir martalik ta'sir ham bo'ladi. Masalan, asteroidlarning tushishi ma'lum o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Chunki tushayotgan jism juda katta energiyaga ega. U sayyoraga tushganda, tabiiyki, mana shu energiya issiqlikka aylanadi. Tog' jinslari eriydi. Yangi minerallar hosil bo'lishi mumkin. Masalan, Sibirdagi Papegay kraterini olsak, u aynan asteroidning qulashi natijasida paydo bo'lgan. Bu astroblema.
Так там происходили такие вот Bilasizmi, litosferaning yuqori qismida u kirib borgan joyda katta o'zgarishlar sodir bo'lgan. докуда проникло это все. И Tog' jinslarining erishi ham, o'zgarishi ham, yangi minerallarning hosil bo'lishi ham. Shunday o'zgarishlar bo'ldiki, u yerda olmoslar paydo bo'lgan. Lekin zargarlik emas, balki texnik, mayda olmoslar. Ammo shunchalik ko'p olmoslar paydo bo'lganki, Zeylikning ma'lumotlariga ko'ra, o'sha yerda butun insoniyatga 3000 yil oldinga yetadigan texnik olmoslarning zaxirasi mavjud ekan. Вот что такое падение, разовое падение. Mana sizga bir martalik, bitta yetarlicha yirik jism tushishining oqibati. Geoxronologik shkala mavjud va unda turli davrlar ko'p. Perm, Trias, Yura davri, Golotsen, Pleistotsen va boshqalar. Bizga ma'lumki, bu davrlarning almashinuvi, ya'ni bir davrning tugashi doimo qandaydir falokat bilan yuz beradi. Shunday qilib, geologlar aytaylik, 200 million yil oldin ulkan falokat sodir bo'lganini ko'rganlarida bir davr tugab, boshqasi boshlandi degan xulosaga kelishadi. Bu qandaydir qonuniyatmi? Bunday davr o'zgarishlari takrorlanib turadimi yoki bu shunchaki tasodifmi? Biz hozir xuddi avvalgidek yana bir davr o'zgarishi bu sahasida turgan bo'lishimiz mumkinmi? Organik dunyoning rivojlanish bosqichlari geologik va vaqt gradatsiyasiga, geoxronologik shkalaning tuzilishiga asos qilinib olinadi. Har bir bosqich o'zining taksonomik, biologik, ekologik dominantlarining xilma-xilligi bilan bir-biridan farq qiladi. Umuman olganda, turli davrlarda turli organizmlar yashagan deylik. Ba'zilari yo'q bo'lib ketdi, ba'zilari mavjudligini davom etdi. Yangi shakllari paydo bo'ldi. Har bir bosqich o'z xususiyatlarining yig'indisi bilan bir-biridan farq qiladi. Ammo gap shundaki, garchi bu umumiy qabul qilingan deb hisoblansa-da, agar diqqat bilan qarasak, bosqichlarning chegaralari qandaydir halokatli hodisalarga to'g'ri keladi. Ya'ni ba'zan global xarakterga ega bo'lgan falokatlar sodir bo'lardi. Masalan, olimlar 17-asrdan beri organizmlarning rivojlanishida qay biri muhimroq ekanligi haqida bahslashadi. Halokatlarmi yoki evolyutsiya? Lekin aslida biri ikkinchisisiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu tortishuvlar, yumshoq qilib aytganda, unchalik to'g'ri emas. Скажем так. Вот. Что касается смены эпох, да, есть такая точка зрения. Davrlar almashinuvi xususida. Ha, shunday fikr bor. Masalan, litsiyum 1990-yil 4-aprelda Golotsen tugadi va hozir biz yangi davrga qadam qo'yyapmiz deb hisoblaydi. Masalan, men falon sanani, falon yilni bunchalik aniq aytishga jur'at etmagan bo'lardim. 12:45 da. Ha. Davr tugadi. Chunki har qanday geologik hodisalar vaqt bo'yicha cho'ziladi. Biz hozir ikki davrning chorrahasida turgan bo'lishimiz ehtimoldan xoli emas. Golotsen tugayapti va yangi davr boshlanyapti. Bu davr uchun u Nootsen nomini taklif qildi. Nootsen yangi davr bo'lib chiqyapti. Ha, yangi davr. Ya'ni biz hozir ikki davr chorrahasida turgan bo'lishimiz mumkin. Aytganimdek, bosqichlar o'rtasida doimo qandaydir halokatli voqealar sodir bo'ladi. Hozir esa geodinamika va barcha iqlimiy jarayonlar, vulqon otilishlari, zilzilalar va boshqa hodisalarning halokatliligi kuchayib boryapti. Bu yerda bir necha sikllar ustma-ust tushyapti. To'liq quyosh faolligi sikli, mana shu 12-24 ming yillik sikl ham ustma-ust tushyapti. Shuning uchun voqealarning halokatliligi umuman olganda mantiqan to'g'ri va tushuntirsa bo'ladigan jarayon. Ya'ni barcha yulduzlar bir chiziqqa to'g'ri kelganday, biz ham shu vaqtda tug'ilish baxtiga muyassar bo'ldik.
Agar biz haqiqatan ham shunday halokatli burilishga, bir davrdan ikkinchisiga o'tish, ilgari ham sodir bo'lgan falokatlarga duch kelayotgan bo'lsak, bunga qandaydir ta'sir o'tkaza olamizmi? Hozir odamlar bu ulkan iqlim o'zgarishlariga moslashishni taklif qilishyapti. Moslashish mumkinmi? Agar moslasha olmasak, bunday halokatli burilishni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Iqlim hodisalari falokatlar mantig'iga to'g'ri rivojlanadi. Falokat nima? Falokat bu tizimning xatti-harakatlaridagi to'satdan o'zgarish. Va u to'satdan bo'lgani uchun hech kim uni oldindan bashorat qila olmaydi. Aytaylik, men falokatning xususiyatlarini tabiiy hodisa sifatida ta'riflashga harakat qildim. Chunki insoniyat doimo falokatlarga duch kelsa-da, hech kim falokat xususiyatlarini tabiiy hodisa sifatida nima belgilashini aniqlashga harakat qilmagan. Misol uchun, Ajigov lug'atini olaylik. Unda falokat fojiali oqibatlarga olib keladigan hodisa sifatida ta'riflanadi. Ammo bu ham emotsional ta'rif, ilmiy emas. Ilmiy ta'rifni matematik Ian Stewart taklif qilgan. Falokat bu tizimning xatti-harakatlaridagi keskin o'zgarish yoki bunday o'zgarishlar sodir bo'ladigan tizimlarning umumiy turi. Tizimlarning umumiy turi deganda nima tushuniladi? Birin-ketin o'tishlarini tavsiflovchi tenglamalar mavjud. Masalan, Nyutonning differensial va integral hisob tenglamalari. Lekin keskin, to'satdan bo'ladigan o'zgarishlar ham bor. Aynan o'shalar uchun bunday sakrashlarni 7 ta egri chiziq, kamalak, qaldirg'och dumi, kapalak yordamida tavsiflovchi matematik sxema ishlab chiqilgan. Lekin gap shundaki, inson falokatga duch kelganda, xalq iborasi bilan aytganda, o'sha lahzada tekislikda chizilgan egri chiziqlar bilan ishi bo'lmaydi. Shuning uchun men tabiiy hodisalar sifatida halokatlarning asosiy xususiyatlarini aniqlashga harakat qildim. Va bu xususiyatlardan biri oldindan aytib bo'lmaslikdir. Halokatni bashorat qilishda har doim ma'lum darajadagi noaniqlik bo'ladi. Bu halokat sodir bo'ladigan vaqt, uning davomiyligi, oqibatlari va tugashiga taalluqli. Zilzilalarni olaylik. Hozirgi vaqtda kamida 200 ta darakchilar ma'lum. Aftidan yana nima kerak? Albatta, biz ularni bashorat qilishni allaqachon o'rganishimiz kerak edi. Lekin unday emas. Biz halokat nima ekanligini tushunishdan boshlashimiz kerak. Bu tizimning xatti-harakatidagi to'satdan yuz beradigan o'zgarish. Halokat va uning xususiyatlarini bashorat qilishda har doim ma'lum darajada noaniqlik mavjud bo'ladi. O'sha 200 ta ma'lum darakchilar orasida 70 dan ortig'i yaqinlashib kelayotgan zilzilani seza oladigan hayvon turlaridir. Lekin gap shundaki, ularning har biri buni har xil vaqtda his qiladi. Uning ustiga har doim emas, har xil vaziyatlar bo'ladi. Ba'zi hayvonlar buni bir kun oldin, boshqalari esa atigi 4 soat oldin sezadi. Masalan, 2023-yil 6-fevralda Turkiyada sodir bo'lgan zilzilani olaylik. 1-mart sanasiga 11.200 ta aftershok bo'lgan. Oho, Buni kim ham oldindan ayta olardi? Hech kim. Shuning uchun men falokatlarni bashorat qilish haqida gap ketganda, har doim ozmi ko'pmi noaniqlik bo'ladi deyman. tartibsizlik. Iqlimiy hodisalar ham falokatlar ketma-ketligiga bo'ysunadi. Falokatlarga esa moslasha olmaysiz. Ular bilan kurashishning faqat bitta yo'li bor. Ularni oldini olishga harakat qilish. Agar biz haqiqatdan ham global falokatga duch kelayotgan bo'lsak, uni oldini olishning iloji bormi? Hozir biz davrlar chorrahasida turganga o'xshaymiz. Chunki bir necha turli davrlar ustma-ust tushyapti. 12-24 ming yilni o'z ichiga olgan quyosh faolligining to'liq sikli, turli sikllar ustma-ust kelyapti. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Ehtimol, bir amallab ta'sir qilish, silliqlashtirish, to'xtatish mumkindir. Xo'sh, to'xtatish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Qalqonnimi? Qalqon yaratish masalasiga kelsak. Masalan, shaxsan men buning qanday bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Taklif qilgan odam nimanidir nazarda tutgan bo'lsa kerak. Ammo o'z navbatida agar gap qalqon yaratish haqida ketayotgan bo'lsa, men ham nimanidir taklif qilishim mumkin. Ehtimol rang omilini hisobga olish kerakdir.
Koinotdan Yerga qanday rangdagi tebranishlar kelayotganini aniqlash kerak. Shunda biz nimanidir qarshi qo'yishimiz mumkin. Nimani nazarda tutayotganimni tushuntirib beray. Bolalar uchun oddiy tajriba bor. Ikkita sharni olasiz, biri qizil, biri ko'k va ularga lazer nurini tushirasiz. Qizil shar yorilib ketadi. Ko'k shar yorilib ketmaydi. Nega? Chunki lazer nuri ham ko'k bo'ladi. Ko'k rang boshqa barcha ranglarni yutadi, lekin ko'k rangni qaytaradi. Shunday qilib, ko'k lazer ostida ko'k shar yorug'likni aks ettiradi va yorilmaydi, lekin qizil shar yoriladi. Shuning uchun men qalqon yasash haqida gap ketganda rang omilini hisobga olish kerak bo'lishi mumkinligini aytyapman. Koinotdan kelayotgan tebranishlarning rangini aniqlash kerak. Agar biz buni aniqlay olsak, unda bu qalqonni qurishda ehtimol mumkin bo'lgan yondashuvlardan biri rang omilini hisobga olishdir. Garchi u qanday ko'rinishga ega bo'lishi kerakligini bilmayman, lekin kimdir g'oyani taklif qildimi, demak u bu borada ba'zi fikrlarga ega bo'lishi kerak. Yana qanday olimlarni bir joyga to'plash mumkin bo'lardi? Qaysi sohalar vakillarini? Olimlar nimadir qilishlari, o'ylab topishlari uchun. Agar mana shu muammoning yechimiga kelsak, birinchi navbatda albatta fiziklar kerak. Xo'sh, ehtimol geologlar ham. Lekin umuman olganda bu mavzuda Chalakan aytganidek va nafaqat Chalakan, har xil mutaxassislar to'planishi kerak. Shuning uchun bunday jamoani kimdan tuzishni o'zlari hal qilishsin. Lekin birinchi navbatda albatta fiziklar, astronomlar, geologlar. Bugungi kunda Sibir haqida juda ham ko'p ma'lumot bor. Ma'lumki, 250 million yil oldin Sibir traplari otilishi sodir bo'lgan va hozir Sibir butun sayyoraga qaraganda 3 baravar tezroq isiyapti. Sibir plyumi yana harakatga kelib, butun Sibirni pastdan qizdirayotgan bo'lishi mumkinmi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Traplarning oqib chiqishi, traplarni shakllantiruvchi asosiy lavalarning quyilishi. Trap so'zi zinapoya deb tarjima qilinadi. Zina shaklidagi tepaliklar hosil bo'ladi. Traplar degan nom ham shundan kelib chiqqan. Ular plyumlar hisobiga hosil bo'ladi degan nuqtai nazar mavjud. Plyum nima? Bu qizigan eritma bo'lib, u yadro chegarasidan yuqoriga ko'tariladi. Patsimon tuzilishga ega. Rosti buni kim ko'rganini bilmayman, ya'ni uning patsimon tuzilishini. Bu plyum yer qa'ridan ko'tarilib, Sibir platformasini eritadi deb ishoniladi. Umuman olganda magmaning oqib chiqishi yuz berishi mumkin albatta. Eng qadimgi traplar quyilishi taxminan 250 million yil oldin Perm va Trias davrlari chegarasida sodir bo'lgan. Ba'zilar buni organik olamning ommaviy yo'q bo'lib ketishining asosiy sababi deb hisoblaydi. O'shanda dengiz hayotining 95%, quruqlikdagi turlarning taxminan 4 dan 3 qismi, hasharotlarning 5 dan 4 qismi nobud bo'lgan. Ha, bu haqiqatdan ham katta ommaviy qirilishlardan biri edi. Juda katta miqdorda karbonat angidrid ajralib chiqdi. Uning konsentratsiyasi yuqori edi. Lekin Perm-Trias davri qirilishini chuqur o'rganganlar uning bir emas, 2 bosqichda sodir bo'lganini ta'kidlashadi. Albatta, bunday ulkan otilishlar atrof muhitni o'zgartirishga qodir. Ular keng ko'lamli hodisalardir. Ha, eng qadimgisi Perm-Triasdan tashqari boshqalari ham bo'lgan. Trias Yura, Yura Bor va keyinchalik Hindistonning Dekan platosidagi Dekan traplari. Bu Bor paleogen chegarasi. Endichi yana quyilish bo'ladimi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Buni hech kim oldindan ayta olmaydi. Ushbu iqlim o'zgarishlaridan maksimal darajada ko'p odam omon qolishi uchun, ideal holatda esa hamma tirik qolishi uchun, masalan, biz nima qila olamiz yoki olimlar va siyosatchilar nima qilishlari mumkin degan savolga qaytadigan bo'lsak. Bu iqlim hodisalarining barchasi shuni ko'rsatadiki, hech bir mamlakat yolg'iz o'zi ularga dosh bera olmaydi. Aytganimdek, yadroning qizishi uzoq davom etadigan jarayon ko'rinadi. Insoniyatning birlashishidan boshqa iloji yo'q. Faqat jamoaviy harakat orqali biz bu muammolarni hal qilishimiz mumkin.
Alohida olingan mamlakat bu muammoni mustaqil ravishda hal qilish uchun zarur resurslar, imkoniyat va ilmiy salohiyatga ega bo'lmaydi. Sizningcha, iqlim o'zgarishi nuqtai nazaridan, zilzilalar, vulqonlar nuqtai nazaridan eng xavfli va eng xavfsiz joylar qayerda? Ну, естественно, зоны Tabiiyki, bular сечения, qit'alar va okeanlar tutashgan zonalar, континентов и океанов, seysmofokal zonalar. через Bu которые zonalarda выделяется 80%dan 90%gacha yer energiyasi в том ajralib числе chiqadi. сейсмическая Shu jumladan seysmik. нагрузка идет. Конечно, они самые опасные. Albatta, bu eng Особенно xavfli, зоны. olovli zonalar deb Например, ataladigan joylar. допустим, если Masalan, взять Kuril-Kamchatka Kuril-Kamchatskую seysmofokal zonasini oladigan bo'lsak, там u yerda землетрясения deyarli har практически doim всегда. zilzilalar bo'lib turadi. И всегда считалось, что на платформах Platformalar уже allaqachon консолидированы, jipslashgan они уже va burmalanish прошли va свои zichlanish стадии. bosqichlaridan o'tgan. Склады Ya'ni ular здания allaqachon платформ, qalinlashgan, mustahkamlangan va они sezilarli уже kuchga ega. консолидировались, да, имеют значительную мощность. Всегда считалось, что на Platformalar har платформах doim более xavfsizroq deb безопасно, и hisoblangan. действительно там Haqiqatan ham u землетрясения yerdagi происходило. zilzilalar taxminan Ну, barcha 5-15% seysmik faollikning 5%ni, ko'pi bilan 15%ni tashkil настоящий qilgan. момент Ammo hozirgi в связи, paytda вот, как вы siz видите, с aytganingizdek, климатическими iqlim изменениями. o'zgarishlari Сейчас tufayli уже, yer наверное, yuzida на Земле haqiqiy нет xavfsiz такого joy qolmagan безопасного bo'lishi места, mumkin. потому что Сибирь, она считалась, что может иметь Masalan, какую-то Sibirga устойчивость dinamik в o'zgarishlar плане nuqtai nazaridan геодинамики, ma'lum bir изменений chidamlilikka ega deb геодинамических. hisoblangan. Тем не менее, вот, Shunday bo'lsa-da, сейчас olimlarning fikriga считают, ko'ra, что u yerda подавляющее sayyoramizning boshqa нагрев qismlariga идет в qaraganda 3-4 раза 3-4 barobar сильнее, чем ko'proq isish остальных kuzatilyapti. частей планеты. И Va olimlar уже Sibir ham bir kun kelib butun его, insoniyatni to'proqqa что ko'mib yuborishi Сибирь mumkinligi может haqida тоже bong похоронить все urishyapti. человечество. Bugungi kunda В sayyoramizda настоящее время haqiqiy я не xavfsiz вижу joylarni безопасного ko'rmayapman. места. Sayyoraning isishi haqida gapirganda, bu isishga nima qarshi tura oladi? Существуют свои механизмы, которые могут Muayyan tashqi ta'sirlarga qarshi tura oladigan tabiiy противостоять mexanizmlar каким-то внешним mavjud. воздействием. Например, Masalan, по данным Svatkov Светкова, ma'lumotlariga ko'ra, светимость Солнца Paleozoydan beri quyoshning с yorqinligi Палеозоя увеличивается 7%ga настолько, oshgan. Земля Yer ответила bulutlarning движением ko'payishi bilan частиц. javob berdi. Существует так Bular называемая teskari обратная aloqalarga, связь. yerning И muvozanatlash силу этой usuliga связи javob beradigan Земля mexanizmlarga отвечает misol bo'la противоположным oladi. образом. Ну, что касается вот нагрева в целом, то, Umuman isishga kelsak, конечно, albatta suv в asosiy качестве sovutish такого vazifasini bajaradi. механизма охлаждения является вода. Если мы посмотрим на Sayyoramizga нашу nazar планету, tashlasak, то uning yuzasi 72-73% 72-73% ga suv bilan поверхности qoplangan. занимает вода. Oho, Откуда у Anomal нас katta столько hajmdagi suv bizga аномальное qayerdan количество keldi? воды на планете? Sayyoramizni xavfli Её можно ravishda yer назвать emas, планетой balki океан, а не okean Земля. sayyorasi deb atash mumkin. Теплопроводность воды Suvning в 10 issiqlik раз больше, чем o'tkazuvchanligi воздуха. havonikidan И 1000 поэтому marotaba вот katta. тепло, которое Shunday qilib, поднимается в pastdan стены, issiqlik проходя через ko'targanda толщу воды, suv orqali o'tib температура harorati падает tushadi, и диссипирует atmosferaga атмосферу, tarqaladi va soviydi. охлаждается. Но Ammo кроме yer ustidagi okeandan надземного tashqari, океана есть ещё yer подземный, ostidagi okean ham mavjud который в 3 va u раза yer больше, ustidagisidan чем 3 barobar надземный. katta. И ученые, Va которые uni открыли kashf и etgan va изучали, o'rgangan они olimlar тоже ham считают, yer что osti okeani подземный sovutish океан имеет funksiyasini bajaradi va охлаждающую iqlimni функцию и tartibga solishga регулирует yordam температуру. beradi deb hisoblashadi. bu qanday yer osti okeani Есть ekan? подземные Yer osti suv резервуары, havzalari, подземные реки. yer osti Много daryolari, есть. saqlash Но zonalari кроме того, mavjud. еще вода Bundan присутствует tashqari, mantiya в виде tarkibida ham соединений suv birikmalar ko'rinishida в uchraydi. мантии. Menimcha, И bularning все вместе barchasi это образует yer osti подземный okeanini океан, hosil я qiladi. так думаю. Bularning barchasi ham sayyoraning sovishiga yordam Да, beradimi? да, те, кто открыл Ha, это, to'g'ri, uni ученые, kashf они qilgan именно olimlar писали, что u это должно sovutish va iqlimni способствовать tartibga solishga охлаждению и hissa регуляции qo'shishi климата. kerakligini yozishgan. Человечеству следует Insoniyat global объединяться для muammolarni решения hal этих qilish uchun глобальных birlashishi проблем. kerak. Bu Ну вот одна из muammolardan таких biri, проблем, masalan, например, umr ko'rish увеличение davomiyligini продолжительности oshirish. жизни. Сейчас Bugungi kunda ученые olimlar hujayra обладают matriksiga, километры, telomerlarga e'tibor matriks qaratib, и разные umrni способы uzaytirishning turli обсуждают usullarini и muhokama ищут qilishyapti. продление жизни. Но есть еще Lekin один boshqa способ. usul ham В теле bor. человека Inson содержится tanasida 245 245 gramm грамм radioaktiv kaliy, 40 изотопа izotopi mavjud. калий-40. Uning Известно, что parchalanishi они hujayralarga zarar распадаясь, yetkazishi ma'lum. они разрушают клетки. Если мы уменьшим Agar biz содержание organizmdagi kaliy радиоактивного 40 калия-40 konsentratsiyasini в 7 barobar организме, kamaytirsak, это umr автоматически ko'rish davomiyligi avtomatik ravishda увеличит 2,5 ming продолжительность yilgacha жизни oshishi до mumkin. 2,5 тысяч лет.
Это, конечно, Bu только shunchaki расчёты, hisob-kitob, albatta. это Lekin umrni вполне sezilarli приемлемый darajada вариант uzaytirish uchun juda увеличения maqbul usul. продолжительности жизни. Самое главное, конечно, Albatta, чистый воздух, asosiysi чистая toza вода. havo va toza suvdir. И O'rtacha umr продолжительность ko'rish жизни зависит от davomiyligi многих ko'plab вещей. shunday omillarga bog'liq. Климатические события, они показали, что Iqlim hodisalari shuni ни одна ko'rsatdiki, отдельно взятая hech bir страна не mamlakat может iqlim o'zgarishiga yolg'iz bardosh bera olmaydi. и климату. Поэтому люди Shuning должны uchun insoniyat объединяться. birlashishi, Армии должны быть armiyalar odamlarni подчинены o'ldirish на то, uchun чтобы emas, balki insonlar убивать hayotini людей, а не то, saqlab чтобы qolish uchun спасать qayta человечество. ixtisoslashtirilishi kerak. Biz sizning she'r yozishingizdan, bir necha she'riy to'plamlaringiz nashrdan chiqqanligidan ham xabardormiz. Tomoshabinlarimiz uchun birortasini o'qib bera olasizmi? She'r bilimlarni olib kelganlarga deb nomlanadi. U bilim egalariga bag'ishlanadi. Uni yozganimda birinchi navbatda albatta Iso Masihni nazarda tutganman. Bir kuni zulmatda yulduz chaqnadi. O'sha yoqqa borishimiz kerak degan ovoz eshitildi. Kimdir yulduz tomon qanot qoqib uchdi. Qanotlari yo'qlar esa sekin borishdi. Shu paytgacha ko'rilmagan nur oqar edi. Lekin bilim ham baxt, ham fojiaga sabab bo'ladi. Kimnidir yulduz qalbini ochdi, nopok yuraklarni esa u kuydirdi. Nolishdi. Bizga yulduz nima kerak? Yorug'liksiz yashadik, doim shunday edi. Qasrlar, uylar, qal'alar qurdik. Otalarimizga o'xshab yashayveramiz. Ammo ziyo yo'li ochilgan kimsalar endi zulmatga qaytishni istamasdi va dunyo parchalandi. Xalq bosh ko'tardi, lekin yulduzga dor tayyorlangan edi. Biroq qisqa bo'ldi g'alaba. Yulduz o'z nurini bejiz bermadi. Ishafot tirik bo'lsa ham, lek o'shandan beri ko'plarning qalbida gulxon yonadi. Ajoyib satrlar. Tomoshabinlarga nima tilagan bo'lardingiz? Albatta, men sog'lik, baxt tilayman va shunchaki aql idrok emas. Dunyoda aqlli mavjudotlar ko'p. Men donolik tilayman. Donolik esa Xudodan.